Darsimizni davom ettiramiz. Endi filtrni o'rnatishga o'tamiz. Filtrni o'rnatish uchun pip install va kutubxonaning nomi Django filter. O'rnatib olganimizdan keyin settingsga kiramiz. Installed apps ichiga kirib, mana shu kutubxonaning nomini ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz. Virgul qo'yish esdan chiqmasin. Kutubxonaning nomi Django chiziqcha filters. Bir dona harfda ham xatolik bo'lsa ishlamaydi. Shuning uchun ahamiyatli bo'lish kerak. Keyingisi endi filtrni o'rnatish uchun har doimgidek ikki xil usul bor. Xuddi pagination ga o'xshab global usulda qo'llash, ikkinchisi alohida sinfga alohida qo'llash. Ya'ni global usulda qo'llamoqchi bo'lsak, biz yozamiz default filter backends. Default filter backends 2 nuqta va ro'yxatini berishimiz mumkin. Hozircha mana biz bittasini ko'ramiz. Bu Django filters, uning ichida REST framework uning ichida bizga kerakli klass Django filter backend. Django filter backend. Bo'ldi. Mana shu kutubxonani ishlatadi. Mana Djangoda xato bo'libdi mana. Django filter backend. Mana shu sinfni ishlatgan holatda o'sha filter ishlaydi. Endi yana bitta narsa qoldi. Endi klassga kirib, qaysi xususiyati bo'yicha filtrlash kerakligini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni qaysi xususiyati bo'yicha degani bu, masalan, kitob qoladigan bo'lsa, unda 3 ta xususiyati bor. Nomi, betlar soni, muallifi. Ya'ni ingliz tilida property deydi. Mana shuni qaysi biri bo'yicha filtrlamoqchimiz, shuni ko'rsatamiz. Xohlasak, hammasi, xohlasak biron bir bittasi. Shuni ko'rishimiz kerak. Agar muallif bo'ladigan bo'lsa, unda nomi yoki reytingi bo'yicha deb yoki ikkalasi bo'yicha deb ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun views ga kiramiz. Masalan, kitob list view ga ko'rsatadigan bo'lsak, filter set fields degan attributiga, xususiyatiga mana shu nomlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Filter set fields va ro'yxatini beramiz. Kitobda nomi bo'yicha qidirsin, ikkinchisi muallif bo'yicha qidirsin. Xo'p, endi ishga tushiramiz va natijani ko'ramiz. Mana natijasini ko'ramiz. Kitob deb yozamiz. Natijada bizda filters degan tugma paydo bo'ladi. Mana shu filtr funksiyasini mana shu joyda biz bajaramiz. Masalan, deylik, mana hozir hamma kitoblarning ro'yxatini qaytargan. Pagination bo'lgani uchun ikkitasini qaytargan. Umuman hammasi bo'lib mana 5 ta. Hammasi bo'lib 5 ta. Lekin biz shularning orasidan faqat muallif birga tegishli bo'lgan kitoblarni ko'rmoqchimiz. Xuddi Asahida bosgan ko'rganimizdek, ya'ni muallifi bo'yicha kitoblarni ko'rsak bo'ladi, kategoriya bo'yicha. Xuddi shunaqa biz ham kategoriya bo'yicha ko'rmoqchimiz. Aynan muallifi birga tegishli bo'lgan kitobni chiqazib beramiz. Submit deb ko'rsatgan bo'lsak, aynan muallif mana ID'si 2 ga teng bo'lgan hamma kitoblarni chiqazib beryapti. Unda mana soni hammasi bo'lib 2 ta ekan. Ya'ni bizga mana kategoriyalar berdi. Yoki bo'lmasa, mana hozir buni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni filtrga bo'sh qiymat beradigan bo'lsak, hammasini qaytarib beradi. Endi nomi bo'yicha qidiramiz. Masalan, kitob 1. Aynan kitob 1 ga teng bo'lganlarni filtrlab beradi. Va unaqada mana bitta ekan. Endi ikkinchi usuli faqatgina klassni o'ziga bersa bo'ladi. Ya'ni global qilmaymiz. Mana settingsdan global qilmaymiz. Buni ko'chirib olamiz. Yani kommentariy qilib qo'yamiz. Ishlamaydi. Va qaytib endi klassni ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Birinchi import qilib olamiz. Mana bu narsani import qilib olamiz. Mana from Django filters REST framework import Django filter backend. Endi mana shuni hozir Django filters ko'rsatib qo'yasiz. Mana settingsda default filter backends degan. Endi mana shu filter backends deganni yozamiz. Ya'ni o'xshashlik bor. E'tibor bersanglar, pagination ham xuddi shu. Pagination ham xuddi shu qoida ketyapti. Mana filter backends ga endi mana shu
sinfi ya'ni klassi ko'rsatish kerak bo'ladi. Shunda biza faqatgina kitobga tatbiq qilgan bo'lamiz. Avvalgisida muallifga ham tegishli edi, lekin biz agar filter set fields ko'rsatmasak ishlamaydi. Agar ko'rsa ishlayveradi. Lekin mana endi hozir buni o'zini ko'rsatsa ham ishlamaydi agarda filter backendsa ko'rsatmasak. Ya'ni ko'rsatadigan bo'lsa ikkalasini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Muallifga ham ko'rsatadigan bo'lsa ikkalasini ko'rsatamiz. Misol kitobda mana modelga qaraydigan bo'lsak, kitobda 3 ta xususiyat bor. Nomi, betlar soni, muallifi. Biz faqat nomi bilan muallif oldik. Endi muallifdan qaraydigan bo'lsak, unda nomi bilan reytingi bor. Mana nomi va mana bu joyga reyting deb yozishimiz kerak bo'ladi. Reyting. Demak, muallifi biza ikkita xususiyat bo'yicha filtrlasak bo'ladi. Kitobda ham xuddi shu ikkita nomi va muallif bo'yicha. Endi mana natijasini ko'ramiz. F5 bosdik. Mana xuddi shu narsa qolgan. O'zgarishlar yo'q. Endi muallif ko'ramiz. Muallifda mana nomi bo'yicha va reyting bo'yicha qarasak bo'ladi. Masalan, reytingi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu kitoblar hozir mana bitta ko'rib olamiz. Mana bu muallif nomi, mana bu reytingi. Mana reytingi 1 ga teng, keyingisi mana 2 ga teng va hokazo. Mana endi reytingi 1 ga teng bo'lganini qidirib ko'ramiz. Va natijada mana bitta ekan, reytingi 1 ga teng bo'lgani, 2 ga teng bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Va undan ham bitta ekan. Va hokazo. Demak, filtrlashi qanaqa ishlatishni demak tushundik. Xohlasa bir paytda ikkalasini bersa ham bo'ladi. Endi nomini ham, reytingini ham ikkalasini bersa ham bo'ladi va API da o'zgarishlarni mana ko'rsak bo'ladi. API ga mana nomi ketyapti. Agar qiymat berilmasa bo'sh bo'ladi, bo'sh. Keyingi qiymatni berayotganda ampersand belgisi qo'yiladi. Mana reyting deyapti. Biz mana 2 ni berdik, mana 2 ko'rsatilgan. Ya'ni front-endchi mana shu API yuborgan paytda bizadagi mana REST framework mana shu qiymatni front-endchiga qaytarib beradi va u o'zida interfeysida, ya'ni klient qismida o'sha HTML CSS da yoki o'sha framework REST Reactda o'sha natijani chiroyli ko'rinishda chiqarib beradi. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat.